Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan WordPress darsliklarining navbatdagi sonini ko'rib chiqamiz. Hurmatli do'stlar, shu paytgacha ko'rib chiqqan darsliklarimiz, ya'ni 8 ta dars ko'rgan bo'lsak, ushbu darsliklarimiz davomida biz WordPressni endigina boshlayotgan yoki dasturlash sohasiga endigina qadamni qo'yayotgan aka-ukalarimiz uchun, do'stlarimiz uchun tayyorlangan videolar, ya'ni bular WordPressning bazaviy videolari hisoblanadi. Ushbu bazaviy videolardan foydalangan holatda ham siz o'zingiz yoki yaqinlaringiz yoki mijozlar uchun, ya'ni klientlar uchun bizneslarni rivojlantirish uchun saytlarni, bemalol internet magazinlarni qilib bersangiz bo'ladi. Bugungi darsligimizda sizlar bilan biz o'zimiz noldan, ya'ni shu ko'rinishdagi, mana shu ko'rinishdagi sahifani Elementor yordamida yaratib chiqamiz. Aytishingiz mumkin, ushbu temani ham shundagina o'rnatib o'zini ishlatsak ham bo'ladi deyishingiz mumkin, lekin biz sizlar bilan, ya'ni shu paytgacha olgan bilimlarimizni amalda qo'llash uchun ushbu darslikni tayyorlayapmiz. Ya'ni Elementor yordamida xuddi shu ko'rinishdagi dizaynni yaratishga harakat qilamiz. Yaratish uchun bizga, ya'ni shu sahifani yaratish uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda pluginlar bo'limida o'zim o'rnatgan, ya'ni Classic Editor plugin bor. Bu mutlaqo bepul, bemalol kirib o'rnatsangiz bo'ladi o'zingiz. Elementor oddiy, ya'ni base'iga o'rnatsangiz bo'ladi va bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, Elementor Pro pluginimiz bor. Elementor Pro plugini pulli plugin hisoblanadi. Ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman. O'zimning shaxsiy Telegram kanalimda video opisiyaniyasiga qoldiraman. U yerda pulli temalar, pulli pluginlarni bemalol o'zingiz uchun ya'ni yuklab olib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Kanalning videoning opisiyanasida kanalni silkasini qoldirib ketaman. Xo'p, bizga endi odatda ushbu dizayn uchun kichkinagina bir tema yuklab olamiz. Bu temaning nomi qanaqa bo'ladi? Bu temaning nomi yoki xohlasak Hello Elementor, xohlasak Astra, mana Hello Elementor yoki Astra yordamida. Endi bu sizning xohishingizga qarab men Astra temasini o'rnataman va shu tema, ya'ni bu oddiygina tema bo'lganligi uchun shundan yordamida Elementorni ushbu dizaynni yaratishga harakat qilamiz. Aktivate qilamiz. Hop, pluginlarni o'rnatdik, temani o'rnatdik. Endi bizga albatta sahifalar bo'limida o'zimiz uchun, ya'ni bosh sahifa, ya'ni hozir ko'rib turgan sahifamizni yaratishni boshlaymiz. Hop, bosh sahifa. Albatta buni Elementor yordamida yaratamiz. Hop, o'ng tarafimizda Elementorni full width qilib olamiz, ya'ni butun ekran kengligi bo'yicha. Hop, boshladik. Endi bizdan talab etiladigan narsa, ya'ni Elementorni o'ziga kirib olamiz. Ushbu holatdagi dizayn ko'rinishimiz, ya'ni mana. Endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, tepada ya'ni header qismi bor. Header qismini birinchi navbatda siz bilan qilib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, buning uchun biz header qismini qilib olamiz. Header bu esa oldin o'rnatilgan yangiliklar, ya'ni qo'shilgan yangiliklar hisoblanadi. Hop, nastroyka bo'limiga kiradigan bo'lsak, bizda globalniy, ya'ni buni sizlar bilan ko'rib chiqqanmiz. Bu yerda esa zagolovka qismi bor. Ya'ni zagolovka qismi degani nima degani? Bu zagolovka bu, ya'ni header qismi hisoblanadi. Endi ushbu saytimizda nimalar bor? Ya'ni create, bu logo. Bizga hozir logosini o'zimiz uchun tortib olmaymiz. Shunchaki nomi, ya'ni create nomini mayli qo'yib qo'yamiz. Create. Hop, keyin nima? Bizda menyular qismi va top bar qismimiz ham mavjud ekan. Top bar qismini rangini o'zimiz uchun ko'rib olamiz. Hop. Top bar qismi shu bu rangda ekan. Tepadagi menyuni olamiz va rangini, fon rangini berib olamiz. Mana fon rangi bo'ladi. Endi top bar qismida nimalar bor? Hop, fon bor, email bor va social media bor. Demak, biz buni nechaga bo'lib olamiz? 3 ga bo'lib olsak ham bo'ladi, 2 ga bo'lib olsak ham bo'ladi. Endi
Demak, biz bu yerga nima qo'yamiz? Oddiygina tekst qilib qo'ysak ham bo'laveradi. HTML1 qilib qo'ysak ham bo'ladi. Widget holatda qo'ysak ham bo'ladi. Keling, HTML1 holatda qo'yamiz. Ya'ni HTML kod yordamida mana bu yerga biz nima deb yozamiz? Font, ya'ni font. Bu yerga keling, o'zimiz nomerini vaqtinchalik qo'yib turamiz. Endi ahamiyat berganingizdek, ushbu rang oq rangda edi, svet text, ya'ni oq rangda ko'rindi. Endi hop, razmerni 14 qilamiz. 14. Endi biz mana bu fon, ya'ni fonimiz boshqa rangda edi. Buni qanday qilamiz? Mana bu yerdan ko'kni belgilab qo'yishimiz mumkin. Yo'q, ko'k unchalik o'ziga tortmadi. Bu holatda, ana shu holatda qilamiz. Xo'p, ranglariga yoki o'lchamlariga ahamiyat bermaymiz, chunki siz o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi va videoni tezroq davom etish uchun, yana ham ichiga kirmaslik uchun men odatda ranglarini u yoqdan ko'chirib olmayman razmerlarigacha. Lekin qisman o'sha dizaynga to'g'rilagan holatda qilib ketamiz. Xo'p. Endi keyingi masala, yana bitta HTML kod olamiz. Uni yoniga yozsak ham bo'ladi. Buni yoniga buni ham yozsak bo'ladi. Bu yana adashibmiz. Qarang, fon rangi oq ekan, buniki. Lekin rangiga e'tibor bermaymiz. Yo'qlar o'zingiz ham yozib qo'ysangiz bo'ladi. Keyingi elementimiz, ya'ni HTML2 ni qo'ya qolaylik yoniga. HTML2 qanasan? Xo'p. Vaqt olmasligi uchun bu yerdan kopiya qilgan holatda HTML2 ga qo'yib, buni esa email ga o'zgartirib qo'yamiz. Email. Hop, email ga o'zimizni emailimizni berib o'tib ketamiz. Stolipov gulmurod@gmail.com. Hop, endi o'ng tarafimizda bizda social media kelyapti. Social media ustiga bossak, bemalol bu yerda chiqishi mumkin. Qani social mediamiz? Color switcher. Mana bu yerda ekan. Hop, bizda nimalar bor bu yerda? Facebook, Twitter, Instagram va LinkedIn. Hop. Ustiga bir marta bosgan holatda bu yerda aytgancha mana bu yerda silka bo'lganligi uchun rangini, ya'ni HTML2 ning rangini biz berib qo'ymadik. Oq holatda bo'lsin deb mana bu yerda. Hop, social media bizda Facebook bor, Twitter bor, Instagram bor va nima qo'shishimiz kerak? Biz Telegram qo'shishimiz kerak bo'ladi. Telegram. Albatta. Hop, Telegramni bu yerdan mana belgilab qo'ygan holatda bu yerga linkini qo'yamiz. Hozir bizda link yo'q bo'lganligi uchun mana bu yerga linklarni qo'yishingiz tavsiya etiladi. Endi ranglari значок, ya'ni oq rangda bo'ladi bizda. Svet etikasi ham mayli oq bo'lsin, foni mayli qora bo'lsin. Foni shart emas bizga, fon shart emas. Fon ya'ni orqasi. Endi buni 16 razmerda qilib qo'yamiz. Hop. 16 razmerda bu bo'ldi. Hop, demak bizda top bar qismimiz tayyor. Endi menyu qismimizga keladigan bo'lsak, hop, menyu qismimizda bizda asosiy menyuyimizda bizda hozirgina faqat ikkita bor ekan. Bu yerda nima? Home, Work, Service, About, Blog, Contact. Hop, bularni biz o'zimiz uchun qo'shib olamiz. Buni menyu bo'limiga kirgan holatda, primary bu oldingi videomizga maindigina mana bu yerdan qo'shib olamiz. Home bu главный, ya'ni bosh sahifa, mana bosh sahifa bizda va keyingisi qanday? Hop, bizda hozircha home, work, hop, keyingisi homework, service, services. Mana bu yerga ham yozib ketaylik, ya'ni id berib ketsak, service. Hop, qo'shamiz. Hop, work. Bizga blog kerak emas. Hop, about, blog bor ekan. About, ya'ni o'zimiz haqimizda. About.
keyin blok albatta blok bo'limi va kontakt bo'limi adashmasam. Work. Shoshilganda work ya'ni ish. Ish deb yozamiz. Work ish. Latincha yozishimiz kerak, o'zbekcha yozishimiz kerak edi. Hop, servis ya'ni xizmatlar. Hop, biz haqimizda. Hop, keyingisi blok shunday qoladi va aloqa. Ya'ni kontakt bo'limi. Hop, kontakt. Qo'shamiz. Hop, bizda menyuimiz tayyor bo'ldi. Endi ushbu menyuimizni hop, bu yerga kirgan holatda основной menyu, ya'ni qaysi menyuimizni bizda aytaylik, bizda hozir main menyuimiz. Ustiga bir marta menyuni bosib turib belgilab olsak, mana bu yerda chiqishda boshladi. Publikat qolamiz va bizda ko'rib turibmizki, bizda demak header qismimiz tayyor. Ko'rib turganingizdek header qismi tayyor. Endi bularniki hop, bular qaysi fontdan foydalanishyapti? Adashmasam, bular Comfortadan foydalanishyapti fontdan. Uni ham biz globalniga berib qo'ysak bo'ladi bemalol. Hop, bizda inherit, ya'ni o'zini помолчание holatdagisi, biz Comfortadan foydalangan holatda mana xizmatlar juda ham chiroyli, mana bemalol berib qo'ysak bo'ladi Comforta. Hop, bemalol mana chiroyli holatda dizaynimiz tayyor bo'ldi. Ya'ni header qismi. Endi keyingi qismi bizda nima ekan? Hop, rasm ekan. Rasmni biz o'zimiz uchun saqlab olamiz rasmni. Hop, backgroundga rasm qo'yilgan. Mana bu holatda rasmni saqlab olamiz o'zimiz uchun. Aerobik. Hop. Endi boshlaymiz. Bitta konteyner qo'yamiz. Hop, konteynerga endi biz orqa foniga rasmimizni berib olishimiz kerak bo'ladi. Rasmimizni yuklab olamiz. Hero rasmimiz qani? Mana bu yerda ekan. Hero rasmini yuklab olamiz. Internet. Bu ushbu rasmlar, ya'ni o'tgangi safarga temamizni o'rnatgan holatimizda o'z uchun saqlab olgan rasmlar hisoblanadi. Mana bu bo'ldi. Endi bu yerda biz o'zimiz помолчание 600 ekan, ya'ni balandligi 600 berib ketsak ham bo'ladi. 600 berib ketsak ham juda bo'ladi. 600 berib ketamiz va rasmni endi biz nima qilamiz? Center, ya'ni o'rta holatda kelsin. Hop, ne повторять, ya'ni keyingisini qaytarmasin va прикрепить holatda qilamiz. Mana chiroyli holatda bo'ldi. Endi keyingisi hop, bizda tekst bor ekan, demak. Hop, tushundim. Rangini olamiz. Rangini globalniy qilsak ham bo'ladi. Men vaqt chegaralanganligi uchun tezroq ko'rib ketish uchun globalniy holatda qilib oldim. Siz bilan o'tgan safar ko'rib ketganmiz, hamma narsani globalniy holatda qilsak bo'ladi. Buni juda yaxshi bilasiz, o'zingiz uchun globalniy qilganingiz juda ham ma'qul. Endi buni biz o'rtada chiqadigan qilishimiz kerak. Buning uchun o'rta DVD mana bu yerga o'rtadan berib qo'yamiz va bu yerga biz title berishimiz kerak. Title'ni mana, ya'ni Elementor Pro'da animated headline bo'limi bor. Hop, bizga nima kerak? Bizga highlights emas, rotating kerak bo'ladi. Typing, ya'ni yozishi. Hop, bizga nima deb yozyapti bu yerda? Ko'ramiz. We love to build. Albatta, we love to build. Endi build mana bu yerda har bitta tekstni har bitta qatoriga olishimizga to'g'ri keladi. WordPress. Yana nima yozilgan? WordPress, mobile apps. Hop, mobile apps. Yana nima yozilgan? Mobile apps, web apps. Web apps. Shundaymi? Web apps. Endi bizga bitta nima kerak? Bizga bitta knopka kerak. Shundaymi? Bitta knopka kerak. Buni pastiga. Hop, knopkamiz qayerda bo'lishi kerak? O'rtada bo'lishi kerak va uning orqasidagi rangi ushbu holatda bo'lishi kerak va borderi albatta 40 piksel. Bu paddingi va bu yerda borderi 40 piksel holatda bo'lishi kerak. Bu yerda esa 16, ya'ni paddingini berib qo'ysak bo'ladi. Va bu yerda nima deyishyapti? Hop,
watch video. Videoni tomosha qilish. Videoni tomosha qilish. Endi bu yerga stroyniy ссылка, ya'ni YouTube'dagi bir videoni qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. YouTube'dagi bir video, ya'ni mana bu videoni qo'ysak ham bo'ladi. Shunda YouTube'ga o'tib ketadi mana. O'zimiz uchun ham qilsak bo'ladi. Ya'ni shu yerda o'zida modelnikni qilsak ham bo'ladi. Xo'p, endi biz ushbu tekstlarni, ya'ni ranglarini to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Ranglar oq holatda bo'lsin albatta. Animated tekstlar ham oq holatda bo'lsin. Selection bular shart emas bizga. Xo'p, hammasi demak odatdagidek holatda bo'ldi. Bu Pamalchani rotate font size bo'ladi. Buni Pamalchani qilib qo'yish tavsiya etiladi. Xo'p. Pamalchani holatda. Ana, bu ham bo'ldi, bu ham bo'ldi. Endi tagida yana bitta tekstchamiz bor ekan, kichkinagina, uni ham o'zimiz uchun yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni ham o'rtaga qo'ygan holatda bizga hop free web template by Tolipov. Hop. Free web by Tolipov. Albatta bu bo'ldi. Hop, e'tibor berasizlar, tekstlariga unchalik e'tibor berib qaratmayapman, ya'ni so'zlariga. Siz bemalol ko'rib, e'tibor qaratib, to'g'rilab yozib ketishingiz mumkin ranglarigacha. Hop, bu ham bo'ldi, bu ham bo'ldi. Endi robotani biz, ya'ni Pamalchani qilib qo'yishimiz kerak mana. Juda chiroyli holatda bo'ldi. Endi bitta ko'rib olamiz. Mana. Ya'ni ushbu holatimiz tayyor bo'ldi. Endi keyingi holatimizda qanday holat yuzaga kelyapti ko'rib olishimiz kerak. Hop, keyingi blogimiz innovate, ya'ni bizda our works, ya'ni biz ishlar bo'limiz ekan. Bu qadam buni ham hozir ko'rib o'tib ketamiz. Videoni ko'p cho'zmaslik uchun shu yerda to'xtataman va keyingi darsligimizda shuni davom ettirib ketamiz.